Assalomu alaykum. Jigar indamas organ, dardini ichiga yuta oxir-oqibat og'ir holatlarga kelgandagina payqab qolamiz dedik. Lekin yana bitta indamas dard bor, bu organizmda paydo bo'lib, birinchi, ikkinchi bosqichni bosib o'tgan paytda uni ham payqamaymiz. Bu onkologik kasalliklar, ya'ni rak. Agar jigarda rak aniqlansa, endi bu jarayonda tushkunlikka tushib, o'zini yo'qotib, bo'ldi, oxirim shu ekan degan xulosaga kelayotgan hamyurtlarimiz balki shu xulosada yashayotganlar ham bordir. Keling, bugun balki xulosalaringizni o'zgartirib ko'rarmiz yaxshi tomonga. Shuning uchun ham mutaxassisni bugun studiyaga taklif etib, jigar onkologiyasi, jigarda uchrayotgan rak kasalliklari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir bor siz bilan suhbat tashkil qilayotganimdan xursandman, chunki siz bilan qilinayotgan suhbatlar asnosida ham informatsiyalar, ma'lumotlar, ham tahlillar, ham yechimlar berib borilyapti va bugun ham eng og'irdan og'ir mavzulardan bittasini ko'taramiz endi. Shunaqa. Bu dolzarb mavzulardan bittasi. Chunki onkologiya deganda insonni ko'zini oldiga o'sha o'lim degan tushuncha keladi. O'sha aytaylik, onkologiya u jigarda bo'ladimi, boshqa organda bo'ladimi? Sochlar to'kilgan, tirik murda deymiz-ku. Shunaqa holatga kelgan bir bemorni ko'z oldiga keltirish mumkin. Va hozirgi kunda onkologik kasalliklar dunyoni qiynab kelayotgan, eng avj olib ketayotgan kasalliklar turi. Rak, saraton kasalligi nafaqat jigarda, o'zi boshqa organlarda ham bor. Lekin jigar saratoni bilan kasallangan bemorlar eng og'ir o'tadi. Eng og'ir o'tadi. Nima uchun desangiz, oldingi suhbatlarimizda jigarda funksional vazifalarini tushuntirdik. Asosiy vazifalari, ulardan bittasi filtr funksiyasi, har bir qabul qilingan dori vositasini, ya'ni ximikat dori vositalarini parchalab, kerakli moddalarni kerakli nuqtaga yetkazib berish jigarning zimmasida. Endi jigarni o'zida onkologiya bo'lsa-chi, va jigarni o'zini salomatligi to'laqonli xavf ostida turgan bo'lsa, kimyoterapiya degan mavzu bor bu yerda. Chunki onkologik kasallikka uchragan bemor albatta kimyoterapiyaga murojaat qilishi shart. Onkologlar bu narsani juda ko'p marotaba takrorlashadi. Kimyoterapiyalarni olishadi. Mana o'zimiz, siz shu sohada yuribsiz, ya'ni mashhurlar orasida qanchadan qancha bemorlar onkologik kasallik bilan kurashib yengib o'ta olishdi. Ular misol bo'la oladi. Ular kuch bera oladi boshqa bemorlarga. Va onkologik kasalliklarda jigarni roli qanday? Qanday muhim rol o'ynaydi? Jigarni salomatligiga befarq bo'lmaslik uchun nimalar qilish kerak? Onkologik kasallikni yengib o'tishda birinchi galda o'sha ruhiyat va jigar salomatligiga e'tibor qilish. Shu mavzular haqida to'laqonli tushuncha beramiz deb chaqirdingiz. Mana bunga rahmat deyman sizga chaqirganingiz uchun. Mana shu mavzu doirasida biz kengroq ma'lumot beramiz, xudo xolisa, xalq orasida. Jigarda uchrayotgan onkologik kasalliklar, ya'ni rak, bu jigarni o'zida tarqalsa-yu, transplantatsiya bilan yechim bor degan xulosani berishadi. Lekin tashqi tomonlarga agar metastaz beradigan bo'lsa, endi uni yechimi og'irroq degan xulosaga kelgan shifokorlar, mutaxassislar bilan o'zim gaplashganman-da. Ma'lum bir sababi bo'lmasa kerak jigardagi rak kasalliklar. Jigar saratoni kasalligi qanaqa holatlarda aniqlanadi va qanday holatlarda yuzaga keladi? Birinchi shu masalani tushuntirsak. Ikkita etap bo'ladi. Birinchisi gepatoteliarniy karsinoma, ya'ni jigar hujayralarida, to'qimalarida rivojlanadigan rak hujayralari. Ikkinchisi metastatik yo'l bilan ko'chib o'tgan rak hujayralari. Ya'ni boshqa organda, masalan aytaylik, ko'krak saratoni deylik. Ko'krak saratoni bilan kasallangan bemor metastaz berib yubordi, chunki xavfli turdagi sifatli o'simta edi. Metastaz berdi jigarga. Bu o'chog'i, ya'ni saratonning o'chog'i jigari o'zida bo'lmagan. Boshqa joydan kirgan. U jigarga ko'chib o'tdi. Chunki zaif organ sifatida jigarni tanladi va jigarga ko'chib o'tib, jigarda avj olishni boshladi. Endi jigarni o'zida avj olgan o'sha gepatoteliarniy karsinoma tushunchasi uni o'zida rivojlanib boshqa organga beradigan bo'lsa-chi, bu yana ham xavfli hisoblanadi. Chunki jigarni o'zida rivojlanayotgan onkologik o'sha saraton hujayralari
rak kasalligi deymiz, hujayralari boshqa organlarda tezlik bilan rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki jigar qonni shakliy elementlarida ishtirok etuvchi organ. Qonni vazifasi bitta. Bu yoqdan bu yoqqa yurib, o'sha kerakli moddalarni kerakli tochkaga yetkazadi. Shu bilan birga rak hujayralarini ham qon tashyapti. Jigarni o'zida onkologiya bor, xavfli turdagi sifatli o'simta, unga befarq bo'ladigan bo'lsa, boshqa organlarda tezlik bilan rivojlanish va avj olishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Qon orqali o'tirib. Shuning uchun ham jigar saratoni mavzusi juda og'ir, juda chuqur tema bu. Sabablari hech o'rganilgan mutaxassislar tomonidan. Endi o'rganilgan bo'lish tabiiy, lekin aniq bir sabab keltiriladimi? Sabab keltiriladi. Endi aniq sabab deganda sabab emasda, sabablar keltiriladi. Chunki bittagina sabab bo'lmaydi. Jigar saratoniga birinchi etapda o'sha o'zi etap-etap chiqib keladi-da. Oxirgi bosqichi o'sha jigar saratoni. Ya'ni jigar kasalliklarini zinama-zina taqqoslaydigan bo'lsak, oxirgi nuqtasi o'sha jigar saratoni bo'lyapti. Uni pastidagi zinapoyalar jigar sirrozi, fibroz darajalarini ortishi, undan ham oldin diffuz kattalashish, yog'li gepatoz, gepatit viruslari hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan o'sha B, C, D turlari, nosog'lom turmush tarzi, shularni misol qilib ko'rsatish mumkin. Shular haqiqatan jigar saratonini yuzaga kelishiga sabab bo'luvchi asosiy sabablarda bu. O'sha Farg'onaga borganimizda suhbatlashgan ayol jigarimda dog' bor deb aytishdi, keyin menga uni nimaligini aytishmadi. Keyin vaqt o'tib bildim, u jigarimdagi rak ekan deb aytib qoldi va undan qanday xalos bo'ldingiz desam, shu mahsulotlarni ko'rsatdi menga. Jigardagi ma'lum miqdorda dog' paydo bo'lishi bu onkologiyaga qo'yiladigan birinchi tashxismi shunda? Birinchi xulosami? Jigar mana tekshiruvlarda o'sha kompyuterning tomografiya deymiz, UZI tekshiruvlari deymiz, hozirgi kunda keng tarqalgan tekshiruvlar va dunyo tan olgan tekshiruvlar. Mana shu tekshiruvlarda dog' shaklida ko'rinishi bu aniq rak degani emasda birinchi. Chunki onkologiya ham ikki turga bo'linyapti. Xavfli turdagi o'simtalar va xavfsiz turdagi o'simtalar. Xavfsiz turdagi o'smalar ham bo'ladi. Gemangioma shular misolida. Bu xavfsiz, lekin xavfli turga aylanish ehtimolligi bor. Shuning uchun ham e'tibor qilinadi. O'sha tekshiruvlar asosida dog' ko'rindimi, albatta o'sha tekshiruvni o'tkazgan gepatolog yoki da bo'lmasam terapevt onkologga murojaat qiling deb beradi. Va u onkologga murojaat qilganda, yana ham chuqur tekshiruvlar asosida o'sha dog'lar, ya'ni jigarda aniqlangan dog'lar xavfli turdagi sifatli bo'lgan o'simtami yoki xavfsiz bo'lgan sifatsiz o'simtami, buni aniqlab berishadi. Ana undan keyin o'shanga qarab muolaja qilinadi. Aytaylik, dog' aniqlandi, terapevtga murojaat qilganda, o'zi tekshiruvlarda aniqlandi. Gepatologga borsa, gepatolog gemangiomaga podozreniya berdi. Ya'ni shubhalanyapti, gemangioma, katta ehtimol bilan gemangioma deyapti. Va uni aynan onkologga murojaat qilishini tavsiyasini beradi. Onkologga murojaat qiladi, onkolog chuqur tekshiruvlar asosida uni haqiqatan gemangioma ekanligini tasdiqlaydigan bo'lsa, uni yo operatsiya qilib olib tashlaydi aytganingizdek, yoki da bo'lmasam doimiy nazorat, tekshiruvlar va yengil turdagi o'sha muolajalar. Lekin aksincha bo'lsa-chi, ya'ni xavfli turdagi sifatli o'simta bo'ladigan bo'lsa-chi, unaqa bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha meditsina, bu yerda tibbiyot hech qachon inkor qilish kerak emas. Kimyoterapiya to'g'ri og'ir terapiya, juda ham og'ir. Lekin inkor qilish ehtimolligi umuman yo'q-da. Inkor qilib bo'lmaydi. O'sha lecheniyani qilish kerak bo'ladi. Chunki boshqa organlarda yuqori ta'kidladik, jigarda aniqlangan sifatli bo'lgan o'simtalar bo'ladigan bo'lsa, u boshqa organlarga ko'chib o'tish ehtimolligi yuqori. Agar jigardagi dog' hosilalari kattalashaversa, yechimlar ustida jiddiy ishlash kerak degan xulosa beriladi. Bu vaziyatda jigar rak hujayralarini bartaraf etishda, to'g'ri, tibbiyot yutuqlarini inkor etmaymiz deb yuqorida aytib o'tdingiz. Kimyoterapiyadan tashqari nur terapiya, target terapiyalar va hokazo usullar bugun ommalashib boryapti, ammo arzon emas ular ham, tabiiyki, va yengil emas.
Har bir jarayon og'ir kechadi. Bugun siz ishlayotgan bemorlar yosh toifasi nuqtai nazaridan jigar rakidan qiynalayotgan eng kichigi qancha, eng yoshi ulug'i qaysi? Shu kungacha murojaat qilgan eng yosh o'sha jigar onkologik kasallik bilan murojaat qilgan bemorimizning yoshi 23 yosh adashmasam, 23 yosh. Jigar onkologiyasi. Jigarda aniqlangan xavfli turdagi yana sifatli o'simta. Eng yoshi ulug'i 72 yoshda. 72 yoshdagi bemorimizda onkologik kasallik va birinchilardan natija ko'rgan bemorimiz bu. O'sha jigar ko'chirib o'tkazish, hali metastazi bermagan holat, vaqtida aniqlangan saraton kasalligi va davo choralarini ko'rishni boshlagan, lekin kimyoterapiyalar oldi, boshqa qildi. Natija bo'lmayapti emas, bo'ldi. Lekin to'laqonli jigar o'zini tiklay olmadi hali. Tiklashga vaqt kerak edi. O'sha holatda bizga murojaat qildi, gepamerdan foydalandilar va birinchilardan bo'lib mana shu insonni bo'lgan suhbatni biz omma oldiga olib chiqqanmiz ijtimoiy tarmoqlarda jigar saratoni bilan kasallanib natija ko'rgan bemorimiz. 23 yoshli bemor taqdiri nima bo'ldi? 23 yoshli bemor taqdiri endi qadar qismat Alloh oxiratlarini obod qilgan bo'lsin, metastaz berib o'rgan holatida og'ir etap 4-bosqich boshqa organlarda aniqlangan va u inson endi qadar deymiz olamdan muolajagacha yetib kelmadi. Yetib borolmadi. Endi hozir mana shu oldimizda turgan gepamer mahsuloti jigar onkologiyasida qaysi xususiyatlari bilan yordam beryapti? Jigar onkologiyasida gepamer mahsulotining foydali jihatlari qanaqa? Jigar onkologiyasida eng birinchi foydali jihati bu jigarni tezroq tiklanishini ta'minlash. Chunki onkologiya bo'lgandan keyin jigar zaiflashdi va gepatosit hujayralar zichlashni boshlaydi. Fibroz darajasi ortadi, sirrozga o'tish boshlanadi. Sperxodum sirroz pechen degan tashxis beradi, ya'ni sirrozga o'tish etapi. Qo'shimchasiga onkologiya turibdi. Jigarni tiklash jarayonida jigarning gepatosit hujayralari tiklanishi yana ham jadal bo'ladigan bo'lsa, gepamerdan foydalanib, kimyoterapiyalarning ta'siri shu qadar ko'proq bo'ladi. Olinayotgan o'sha terapiyalar hamma muolajalar yana ham effektivroq bo'ladi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlash. Gepamer chunki jigar to'liq tiklangan, jigar sog'lom holatda bo'lsa, lekin qo'shimcha kasalligi bo'lsa-yu, unga qarshi yana muolaja olyapti baribir. Mana 12 ming odam bilan gaplashaman deyapsiz-da Telegramda. Endi uni bir kunda aktiv faollari qancha bo'ladi men buni bilmayman. Jonli efirlar o'tkazib turishingiz haqida aytyapsiz. Gepamer mahsulotini nimasi qulaylik yaratyapti bemorlarga? Birinchi galda gepamer mahsulotini o'sha foydali jihati biz shaffof ishlayapmiz. Gepamer mahsulotini foydalanishda biz mahsulotni shunchaki qo'liga yetkazib berayotganimiz yo'q. Oldingi suhbatlarda ham aytdik, mutaxassislar, yordamchi mutaxassislar bor. Doimiy ravishda bemorlarning holidan xabar olishadi. Bu birinchisi. Har doim bizning nazoratimiz ostida. Birinchi galda masalan, meni nazoratim ostida bo'lsa, qo'shimchasiga oyda 3 marta, 4 martalab, kerak bo'lsa haftalab xabar olishadi yordamchilarimiz. Jonli efirlar doimiy ravishda uyushtirib turamiz. Mana shu Telegram ijtimoiy tarmoqlarida. Va faqat biz gepamerdan tashqari qo'shimcha foydalanish kerak bo'lgan uyda, uy sharoitida imkon qilish mumkin bo'lgan o'sha davo choralari tavsiyalar beramiz bepulga. Biz buning uchun hech kimdan pul talab qilmaymiz. Konsultatsiya uchun deb, konsultatsiya uchun umuman pul talab qilmaymiz. Va bizga bog'lanish doimiy ravishda xohlagan paytda amalga oshirish mumkin. Va o'zim ham e'tibor berdim, o'zim ham javob beraverasiz ekan-a? Telefonlar. Chunki ozgina bo'sh vaqt qoldirsam, mana Telegram ijtimoiy tarmoqlarida o'sha guruhimiz o'zida bir dunyo savol bo'lib qoladi-da. Bir dunyo. Ba'zi odamlar shu qadar sabrsizki, nimaga javob bermayapsiz deydiganlar bor. Bu mahsulotning qulayliklari qanday bo'lyapti? Foydali jihatlaridan tashqari. Bu mahsulotning qulayligi qabul qilishda. Mana iste'molga juda ham qulay. Aytaylik, damlamasini 1 litr suvga damlab, xohlasa issiq holatda, endi issiq holatda deganda ham iliq holatda, xohlasa muzdek holatda qabul qilsa bo'ladi. Kun davomida. Bu mobaynida. Chanqagan payti cho'radi. Suv o'rniga qabul qilyapti.
Asalli pastasi, majuni, ba'zi mahsulotlar bilasiz achchiq bo'ladi, chunki dori vositasi deyiladi. Achchiq bo'ladi, iste'molga qiyin bo'ladi, ayniqsa yosh bolalar iste'mol qilishi qiyin bo'ladi. Buni har qanday yoshdagi inson bemalol qabul qila oladi. Ta'mi juda qulay, iste'molga qulay. Siropi ham xuddi shunaqa shaklda. Sirkadan foydalangan, lekin o'zini qabul qilmaydi-ku. Suvga aralashtiryapti. Bemalol ichsa bo'ladi. Va o'lchamlari bilan tayyor holatda beryapti. Endi jigar hujayralarini qayta tiklash, ularni himoya qilish uchun albatta kasal bo'lgandan keyin shu mutaxassislarga borib yoki shu mahsulotlarga murojaat qilishda o'zi ham u qadar to'g'ri emas zamonda yashayapmiz. Chunki olayotgan nafasimizdan tortib ko'rayotgan agressiyamizgacha hammasi jigarimiz orqali o'tadi-da. Iste'moldagi mahsulot eng oliy o'rinda turibdi, ammo o'zimizni ichimizdagi g'azabimiz ham jigar orqali filtrlanar ekan. Shunaqa zamonda yashayotganimizdan kelib chiqib turib, shu zamonda yashayotganimizni inobatga olib turib, nazarimda profilaktika uchun ham jigar haqida qayg'urish kerak. Xalq orasida mana biz juda ko'p tushuncha berdik-da va alhamdulillah maqsadimizga erishyapmiz. Odamlar qo'ng'iroq qilishadi, endi ko'p o'zim suhbat qilaman. Qo'ng'iroq qilishganda profilaktika uchun qabul qilsam bo'ladimi? Mani kasalligim yo'q, jigarim soppa sog'lom, gepatit virusim yo'q. Lekin men haqiqatan shu mahsulotni ko'rib, sizlarni doimiy kuzatib kelib, ijtimoiy tarmoqlarda, o'sha Telegram kanallarida kuzatib, tasdiqlangan ma'lumotlarni berish va har bir insonga o'sha aytaylik boshqa organdagi kasallik bo'lsa ham gepamer ichida yotganligimiz yo'q. Shulardan xulosa qilib, men shundan ichkim kelyapti, xilos qilyapman deyapti. Bu profilaktika o'sha. Oldini olish maqsadida. Juda ko'p murojaatlar bunaqa. Bu to'g'ri yechim hamda. Chunki inson bir yilda bir marta tekshiruvdan o'tsa, shunchaki tekshiruvdan o'tmaydi. Tekshiruvdan o'tishdan maqsad aniqlash holatni. Buni profilaktika uchun foydalanish kasallikni oldini olish bo'lyapti. Kimlar necha yoshdan necha yoshgacha? 3 yoshdan 73 yoshgacha hozirgi kunda bemalol iste'mol qilishadi. Homiladorlik davrida? Homiladorlik 6 oylikdan keyin qabul qilish mumkin. 6 oylikgacha biz bermaymiz. Va bugungi kunga kelib jigar onkologiyasi, jigar saratoni, jigar raki va bugungi kunga kelib jigar saratoni va jigar sirrozi, jigardagi boshqa kasalliklarning tug'ma bo'layotganini ham ko'ryapmiz, eshityapmiz-da. Jigar kasalliklari tug'ma bo'lmaydi o'zi, lekin onkologiya mavzusi bo'lganda u bo'lishi mumkin. Tug'madan ham burun o'sha genetik bo'lishi mumkin. Moyillik bo'ladi. Avlodda kimdadir onkologiya, juda ko'p avlodda ketma-ketlikda yuzaga kelgan. Va o'sha avlodda keyingi avlodlarga ta'sir qilish ehtimolligi borda, chunki genda bor u. Genda yozilgan, men palon avlodda o'sha onkologik kasallik aniqlandi. Bunga xotira sifatida yozilyapti-da. Ayrim arzimagan sabab tufayli avj olib ketib qoladi. O'sha stress turtkilab boradi shuna. Stress deymiz, depressiya deymiz. Mana hozirgi zamonda eng ko'p dolzarb stress, depressiya deymiz. Mashina o'zi ham yetadi. Bu mahsulotni qabul qilish tartibi qanday bo'lyapti shunda? Tartib juda ham qulay. Kuniga 2 mahal. Hammasidan. Siropidan 2 mahal ichsa bo'ladi. Endi biz 3 mahal deymiz, chunki effektini tezroq bilish maqsadida. Asalli pastasi kuniga 2 mahal, ertalab va kechqurun bo'ldi. Chunki hamma ishda. Ertalab qulay, kechqurun ham qulay. Damlamasiga kelsa, fitatisi. Yuqorida aytganimizdek, oddiy baklashkaga damlab turib, kun mobaynida iste'mol qiladi. Xohlasa ishxonada ko'tarib yurish juda qulay. Termoslar bor hozirgi kunda. Bemalol foydalansa bo'ladi. Muolajalar davriyligini yuqorida aytib o'tdingiz, 3 oygacha deb olamiz. 3 oy ichida o'zini tiklashni boshlaydi jigar asta-sekinlik bilan. Bu mahsulotlarni qabul qilib, sog'lom hayotga qaytgan insonda yana bir savol tug'iladi-da. Bu mahsulotlarni iste'mol qilmay qo'ysam, yana men kasal bo'lib qolamanmi? Yana qaytalanadimi dardim gepamersiz deb? Xo'p, mana bu savolga to'g'ri tushunish kerak. Biz aytaylik, gepamer nafaqat gepamer, o'zi umuman har qanday dori vositalaridan foyda ko'rish maqsadida foydalaniladi. Foyda ko'rgandan keyin yana qaytalanish mavzusi, agar inson to'g'ri sog'lom hayotga qaytsa, jigariga zarar berishni to'xtatsa o'z qo'llari bilan
o'sha aytaylik zarar beruvchi omillardan foydalanmasa, bular miqyosida, bular misolida alkogol mahsulotlari, energetiklardan haddan tashqari ko'p foydalanish yoki kimika dori vositalaridan palab artish foydalanish, bularni chetlab o'tadigan bo'lsa, qaytalanish ehtimolligi juda past. Juda ham past va bunga ehtiyoj qolmaydi. Buni umrbod ichib o'tasan degan joyi yo'q. Bunaqa joyi yo'q. Biz ichilishni nima uchun 3 oygacha yoki 6 oygacha deymiz? Bemorning holatidan kelib chiqib. Va organizm qabul qilishini biz bilmaymiz. Qay darajada qabul qiladi? Ba'zi bemorlar bor, mana o'zingizam guvohi bo'lgansiz, 1 oyda natija ko'rdim. Shunaqa insonlar bor. Sirroz pechin, ya'ni jigar sirrozi tashxis qo'ygan bemorlarning o'zida 1 oydan keyin qiziqish uchun tekshiruv qilyapti. Hech qanday sirroz alomatlari yo'q. Tushunyapsizmi? Bu organizmni qabul qilishida. Shuning uchun biz 1 oydan 3 oygacha yoki 3 oydan 6 oygacha, ba'zi holatlarda hattoki 9 oygacha. Endi bugungi mavzu asosida onkologik kasalliklar. Ularga 9 oygacha deymiz. Albatta. Gepomer mahsuloti haqida ma'lumot olish istagida bo'lsangiz, manzillarni qoldiramiz, telefon raqamlari turibdi. Eng asosiysi jigaringizdagi muammolarga yechim yo'q ekan, yechim ham shu bo'lsa transplantatsiya ekan, uning uchun 40 ming, 45 ming dollar kerak. Endi biz nimani ham sotamiz deb o'tirmang. Mana call centerga telefon qiling, markazlarga bog'laning, mutaxassislar maslahatlar berishadi bepul, mahsulotni manzilingizgacha bepul yetkazib berishadi. Eng muhimi ishoning, siz nasib etsa, inshaalloh deb aytaylik, Xudo xohlasa, albatta sog'lom hayotga qaytasiz. Yaratgan sizga davoni bo'ldirsin, shifoni bo'ldirsin va biz savollaringizga javob berishda davom etamiz. Rahmat sizga. Sizga rahmat.